Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar azizlar? Bugun men sizlarga kruassan tayyorlashni ko'rsatib beraman. Hozir bunga menga tuz, bu yerda menda ozgina 1,5 qoshiq magnezim qolgan edi, o'val bo'lmasin deb uni qo'shdim. 2 dona tuxum, bismillah. Meni bolalarim shakar ko'proq yaxshi ko'rishadi, shuning uchun shakar men ko'proq solaman. Yana shakaringiz ko'p deb aytmasligingiz uchun qancha stakanda sut solsanglar, xuddi shuncha suv solinadi. Suv faqat qaynagan bo'lishi kerak. Mana shu stakan o'zidagi mana suv. Endi buni hozir yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana yaxshilab aralashtirib olgandan keyin dro'jji. Bir pachka dro'jji solinadi. Mana endi un sepib olamiz. Unni birdaniga ko'p sovormanglar. Bismillah. Birinchi qoshiqda, keyin qo'limizda qilib yumshoqqina, o'rtacha. O'ta qattiq emas, o'taniki pirojkini xamiriga o'xshab ham qilmaydi, o'rtoqini dumba xamir qilib olamiz. Mana xamirim shunaqa yumshoq emas, qattiq emas, o'rtacha xamir bo'ldi. Endi buni oshirgani ustini yopib olib qo'yamiz. Mana xamirim ham ko'rganingizdek katta bo'lib, pishni bo'lib oshdi. Hozir buni zuvolachalarga bo'lib olamiz. Bizga kerak bo'ladi ozgina mana shunday erigan sariyog' va un yoki kraxmal bo'lsa kraxmal. Mana zuvolachalarni shunaqa dumaloqcha qilib olganimizdan keyin buni ustini yopib tindirgan qo'yib qo'yamiz. Qancha ko'p tinsa, xamirimiz bo'lishkalarimiz shunaqa zo'r pishni bo'lib chiqadi. Mana tingan xamirimizni ham shunaqa qilib kesib oldik. Aytganimdek, yo unda yokida kraxmalda qilsanglar ham bo'ladi va erigan sariyog'imizni shunaqa qilib surib olamiz. Hamma joyiga yaxshilab surib olamiz. Ozgina shovqinga ahamiyat bermaysizlar. Kichkina qizim bugun uydaydi. Ozgina shovqini chiqyapti. Shuncha qo'yjim, video olaman desam ham baribir bola tushunmaydi. Mana shunaqa qilganimizdan keyin teng o'rtasidan kesib oldik. Mana kesganimizdan keyin uchburchak shaklida shunaqa qilib o'rab chiqamiz hamma joyini. Bu shu holatda endi buni yana tinchlantirgan qo'yamiz, damini oldiramiz. Mana xamirimiz tingandan keyin buni mana qilib uchini chiqarib, anaqa qilib kesib, anaqa yuvib olamiz. Yuvib olganimizdan keyin mana bunaqa chetini kesib olamiz. Kesib olgan chetlarimizni yana o'zini ichiga qilib qo'yib qo'yamiz. Mana bu yog'iga, nasisi bu yog'iga. O'rtaga xohlasanglar nachinga qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar yo'q. Men shokolad bor edi, o'shani ikkiga bo'lib tortib mana shunaqa qilib o'rab olamiz. Mana shunaqa ishgan xamirlarimizni endi yaxshilab tuxumlab qizigan duxovkada, o'zingizlar duxovkalarga qaranglar, o'rtoqligida qilib yaxshilab qizartirib olamiz. Mana dorjonlar hammasi, kruassanlarim pishdi. Hozir juda ham issiq, lekin xrustyashi bo'ladi, ham ichidagi nachinkalar ichida o'zida bo'lib pishgan, ko'tarilganini ko'rdinglarmi? Chiqadi yirtilmagan, chiroyli bo'lib pishadi. Men bu xamirdan ham po'nchikchalar qildim bolajonlarim uchun. Bu xamirdan xohlagan narsalar qilsanglar bo'ladi. Shunaqa ishib pishni bo'lib pishadi. Bu videolar men sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar.